Portlash xavfi yuqori bo'lgan sanoat obyektlarida qo'llaniladigan asbob-uskunalar xavfsizligi har doim dolzarb masala hisoblanadi. Shu maqsadda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan portlash xavfi bo'lgan muhitlarda ishlatiladigan asbob-uskunalar xavfsizligi to'g'risidagi texnik reglament tasdiqlandi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Mazkur texnik reglament portlash xavfi mavjud bo'lgan ishlab chiqarish obyektlariga nisbatan qo'llaniladi. U portlovchi gaz, bug', chang va ularning aralashmalari bo'lgan joylarda ishlatiladigan uskunalarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Qarorga muvofiq endilikda bunday muhitda foydalaniladigan asbob-uskunalar qat'iy talablar asosida sertifikatlanadi. Ishlab chiqaruvchilarga esa muayyan javobgarliklar mavjud. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tasdiqlangan reglamentga muvofiq texnik qurilmalarni xavfli ishlab chiqarish obyektlarida ishlatish uchun talablar belgilangan. Bularni loyihalashtirish, sotib olish va foydalanishda mazkur talab asosida foydalanish nazarda tutilgan. Shu darajagacha hisob-kitob qilinganki, har qanday xavfli ishlab chiqarish obyektida chang miqdori ajraladi. O'sha changi qalinligi miqdori ham hisoblab o'tilgan. Agar chang miqdori reglamentda berilgan normadan yuqori bo'lganda yoki texnik qurilmani pasportida ko'rsatilgan issiqlik darajasi oshganda ularni xavfsiz to'xtatish normalari belgilangan. Bu inson omilisiz to'xtatiladi. Shuni hisobiga odamlarning hayoti va ishlash jarayoni xavfsizligi ta'minlab beriladi. Reglamentning amalda to'liq joriy etilishi yuzasidan nazoratni O'zstandart agentligi va boshqa mas'ul tashkilotlar olib boradi. Ular ishlab chiqaruvchilarga texnik ko'mak ko'rsatish, sinov jarayonlarini tashkil etish hamda xalqaro xavfsizlik me'yorlariga mosligini ta'minlashda ko'maklashadi. Ushbu hujjatning amaliyotga tatbiq etilishi O'zbekistonda sanoat xavfsizligini tubdan oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Mazkur texnik reglamentni shu bugungi kungacha hamma butun o'sha nazorat ostidagi obyektlarda tushuntirish ishlari olib borilgan. 3 oy ichida biza hozir tushuntirish ishlari seminar tashkil qildi. Endi nazorati olib boriladi. Xavfli ishlab chiqarish obyektlarida nazorat ishlari olib borilganda mazkur texnik reglamentga zid ravishda foydalanishga topshirilgan yoki ishlatilayotgan texnik qurilmalar aniqlanganda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan ma'muriy javobgarlikka tortiladi javobgar shaxslar. Shu bilan birga texnik reglamentning joriy etilishi nafaqat mavjud tizimlarni takomillashtirish, balki zamonaviy xavfsizlik yondashuvlarini tatbiq etish, ishlab chiqarishda xalqaro talablarga mos innovatsion uskunalardan foydalanish imkonini beradi. Asosiysi bu kabi yondashuvlar orqali inson salomatligini muhofaza qilish va sanoat barqarorligini ta'minlashga erishiladi. Masuda Somiddinova, Umid Turonov, Poytaxt.